Yig'ilishgan ayyom, orzular ummoni ushilgan ayyom, to'y yurib qarindoshim kelgan davrani, ota-yu onamni hurmat qilgan qutlug' shoni. Bugun to'yda davralar ummon to'lajak, yaxshilar davrasiga davron to'lajak. Kimga kim aytadi yaxshi so'zlarni, to'y degan orzu-umidlar bilan davron kunlar to'lajak. Bugun o'tganlarga aytib chin rahmat, amin deb fatha karomat qilarmiz. Bu dunyoyu bu oiladan o'tganlarga yaxshi niyatlar ummon davrasiga to'y deb dasturxonga yaxshi niyatlar bilan tashrif buyuramiz. Assalomu alaykum. Bugungi baxtli kechaning baxtiyorlari, aziz mehmonlar va hurmatli mezbonlar. Assalomu alaykum. Bugun baxtli xonadon, to'kin dasturxon, baxtli ohanadon niyatlarga tashrif buyurgan mehmon mezbon, ota-ona, opa-singil, aka-uka, qarindoshlar. Elimizda, yurtimizda yana to'y. Elda yurtda kezayotgan bahor shabadasi, bahor shodiyonasi, fasllar malikasi, fasllar kelajagi bahor shodiyonasining niyati, murodi, maqsadi, ko'karish, ko'kalamlarish, yukilish niyati, murodi, ko'klamli niyatlar bilan baxtli kun shodiyona, orzu-umidlar bilan yana bir bor mana sizlarni Toshkent shirkat xo'jaliklaringizni, Davud mahallasining eng hurmatli, eng ajoyib pir badavlat mehnatkash baxtli xonadonlardan birisi Matniyozovlar oilasiga, ya'ni marhum Jumanat akamizni, marhuma Nazira opamizni xonadonida ularning sevikli kenja farzandlari ukalarimiz Baxtiyorjon, kelin bo'lmish marhabojonlarning sevikli farzandlari
Jamoliddin deb nomlangan. Yaxshi niyatda sevikli farzand, to'y sunnat to'ylari munosabati uchun yozilgan to'y dasturxoni bilan bir-birimizni didor qilishib turibdi. Ne g'animat, didor g'animat. O'tar dunyo ummon g'animat. Bugun bormiz, ertaga yo'q bo'lamiz azizlar. Tomog'imizga tuqqanimiz, chaynagan nonimiz ketsa, ne xo'p, ketmasa ham dasturxon boshi orzu umid armon g'animat. Bugun mana sizni bizga yaxshi niyatlar bilan dasturxon yerib to'y berayotgan ukalarimiz Baxtiyorjon, kelin hamda singlimiz Marhabojonni baxtli kun shodiyonida shu oiladan, baxtli xonadondan o'tgan ularning ota-onalari hurmatli Jumanazar akamiz va hurmatli Nazira opamizni orzu qilgan, armon qilgan to'yi. Bugun u kishilarning ruhlari shod va oxiratda obod joylari jannatda bo'lsin. Boshimizda parvona bo'lib uchib yurgandir ruhlari. Ularning niyat qilgan to'yi. Bu to'y nafaqat ularning to'yi, elni, yurtni to'yi. Bu to'y baxtli kun shodiyonaga qarindosh urug' butun nashr Davudda xizmat-u karomat bilan yashayotgan el-yurt karomati yaxshi insonlar. Davud mahallasi Davud elatining katta to'yi. Biz shu to'y bilan, baxtli kun bilan ukamiz Baxtiyorjonni, kelin singlimiz bo'lmish Marhaboni chin va samimiy yurakdan muborakbod etsak. Iloyim Jamoliddinni sunnatiga yetkazib, farziga ham yetkazsin. Yaratgan egar umrini uzoq, rizq nasibasini ummon muston, niyatlarini yo'ldosh qilib, baxtli elga yurtga kerakli yaxshi bir inson bo'lib yetkazishini tilakdosh qildik. Sunnatga yetkazgan baxtli zamoni Jamoliddin ukajonim farzingga ham yetkazsin. Otaning havas qilgidek o'g'lin bo'lgaysan, eli yurt yaxshi kunga to'ylar bilansan. Azizlar, bugun mana davrada Baxtiyorjon bilan Marhaboni tabriklab, qutlab kelib o'tirgan qora ko'zlar katta kichiklari ko'pchiligi kattalarni tashkil qiladi. Bu kattalarimiz Jumanazar akamizning safdoshlari, jo'ralari, qadrdon do'stlari, hurmatli Nazira opamizning do'st va dugonalari. Undan qolaversa Baxtiyorjon bilan Marhaboni do'st va dugonalari. Shu munosabatda bugun Baxtiyorjonga ko'makdosh bo'lib, shu to'yni tashkil qilib, ukasi uchun keng dasturxon davlarida to'ylar qilayotgan ajoyib insonlar hurmatli Shavkat og'amizni, G'ayrat og'amizni, Marqis og'amizni mana shu farzand to'ylari bilan muborakbod etsak. Iloyim xonadonlaringizga har doim to'y deb, yaxshi kun deb kelaylik. Aziz boshlaringiz yomon kunni ko'rmasin. Faqat to'ylar, baxtli kunlarda bir-birimizdan didor qilishmoq. Alloh nasib ro'za aylasin. Boshlagan to'ylaringiz muborak bo'lsin. Erta yurtdagina to'ylar ko'p bo'lsin. Shu munosabat bilan men davramizni ochib kelib, mehmon mezbonlarimizni dasturxonimizga davramizga taklif qilishdan oldin albatta mana shu to'yga kamarbasta bo'layotgan ajoyib inson, shu to'y bo'layotgan mahalla, to'y bo'layotgan elot mana shu Davud mahallasining oqsoqoli hurmatli Faktur akamizning ajoyib niyatlari, bir so'z tabriklari bilan davramizda boshlasak degan umiddamiz. Marhamat. Rahmat so'zlaringiz uchun Xudoga mayli to'yni ochib berishni mahallamizning Chora boboimizning muavini Rahmon Ibrahim qo'yaman. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari, aziz uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezbonlar. Mana bugungi shu shodiyona kunni nishonlash uchun, mana bugungi sunnat to'yini nishonlash uchun kelib o'tirgan barcha qarindosh tog'alarga avvalambor assalomu alaykum deyman. Mana bugun shunday bir yaxshi gaplarni mendan oldin mana ko'targanimizni hammasini takrorlab aytdilar. Men endi aytgan gapim qalay yo'q. Mana shu xonadon to'g'risida, mana shu Jumanazar opam to'g'risida, Nazira opam to'g'risida, qolaversa shu oila to'g'risida shunday yaxshi gaplarni aytdilar. Men o'zim bexat shu o'zimning yuragimdagi bo'lgan gaplarni, o'zimning butun dil quvonchlarimni mana shu ko'targan hozir aytib berdilar. Mana shu yerda bugun shu Jumanazar opamni haqiqatda aytgandim do'stlari, qarindoshlari, Nazira opamning butun bir safdoshlari, mana bugungi shu yaxshi kunni ko'rolmay ketgan Jumanazar opamni, Nazira opamlarni ruhlari shod bo'lib, ular hamisha bizlardan, shu oiladan, yurtdan, eldan barhayot bo'lib yashasınlar. Shularning ruhlari shod bo'lib, mana shu bugungi kunni nishonlab kelib o'tirgan barcha qarindosh urug'larni, barcha butun og'ayinlarini, mana shu Shavkatboy boshliq, Otanazar boshliq og'ayinlarini hammalarini uzoq umr baxt saodat tilayman. Mana bugun Jamoliddinni shu bugungi kunga yetkazgan gelinimizga, mana uni otasi bo'lgan Alloh bergan do'stimizga va uni o'tib ketgan yangi umr yo'ldoshlariga
ularning ham ruhlari shod bo'lib, mana bugungi kunga yetolmay kelganliklari sababli ularga ham uzoq shu minnatdorchilik bildiraman. Mana bugun shunday shodiyona kun, shunday bir ajoyib kun. Mana hamma shu kun shunday quvonib, shunday bir hamma yozilib yotibdilar. Mana lekin baribir ularning yana bir aytaman ruhlari shod bo'lsin. Bu bugungi sunnat to'yi, Xudoyim to'yat ulanib, mana bugungi Jamoliddinning sünnet to'yida o'tirgan barcha insonlarni buni Fors to'yina yetkazishga nasib qilsin. Ben o'zim nomimdan, Qaroligining nomidan, Qalaversi oilam nomidan bugungi yaxshi kunni ochiqlab e'lon qilaman. Barchalaringizni to'y dasturxoniga taklif qilaman. Mana bugungi yaxshi davrani yaxshi qilib olib borishni xohlagan do'stimizga, ukamizga topshiraman. Rahmat katta. Katta rahmat Alim aka, sizga ham uzoq umr, asal salomatliklar tilasak. Bir ajab qasanglar bo'lsin. To'yimiz ochiq deb e'lon qilingan daqiqa fursatlari o'rinda bo'ladi. Hurmatli do'stlar, mana davrimiz ochiq deb e'lon qilingan daqiqalar fursatlari yetib keldi. Dasturxonimizga o'zbekning eng shirini, musulmon ixlosining murodi maqsadi dasturxonimizga ko'rki, rizq nasibasimizning birinchi yo'ldosh kalomati bo'layotgan obunon nondan keyin esa yaxshi niyatlar bilan oshib tuzlar tortilmoqda. Shu daqiqa fursatlar bilan biz hammamizga ilohim hammaga mana shunday to'ylar, baxtli kunlar nasib qilsa degan niyatlarni yor qilib qolamiz. Bugun ota bo'lib boshi osmon, ona bo'lib ko'ngli dunyo, padar bo'lib yashagan ibodaday murodi maqsadlardan to'y qilayotgan ukalarimiz Baxtiyorjon bilan marhabajonlarga uzoq umr tilasak, har doim xonadonlarimizga to'y deb yaxshi kun deb kelish, barcha dardoshlarga nasib qilsa niyatlarni yor qilsak. Shu o'rinda yana bir bor yaxshi niyatlar bilan Baxtiyorjonni to'ylarga ko'makdosh bo'lib, uka o'rni bilan kalomat mezoni bilan dasturxonning rizq nasibasi bilan deb to'yga ko'makdosh bo'layotgan ota-onalarga, Shavkatjon og'amiz, G'ayratjon og'amiz, Baqishjon og'amizga ham to'ylar o'ng bo'lsin, muborak bo'lsin. Ota ko'rmagan, ona ko'rmagan baxtli kunlarni ilohim sizlarga bergan bo'lsin. Tiriklar uchun bergan soyib sadaqadan to'y degan orzumdan umid qilaman. Jamoliddin sunnatingga yetkazib, ifrozingga yetkazsin, umring uzoq, rizq nasibang ko'p, kelajaging porloq, umr boqiy rizq nasibang yo'ldosh bo'lsin deb qolamiz. Bugun siz aziz xizmatlaringizda sevimli san'atkorlar, mana jamoalaringizda, e'lonlaringizda birinchi marta mehmon Qo'shni Xonqa tumani Navoiy shirkat xo'jaligidan Baxtiyorjon ukamizni hamkasblari, albatta osoyishtalik posbonlari, nafaqat posbonlik albatta, balki san'at yo'lida ham yetaklarib o'tgan san'atkor ukalarimiz, egizak farzandlar Hasanboyev, Qo'sinboy, Matkarimov boshliq san'atkorlar dastasi xizmat qilishi. Ilohim, mana shu egizaklar san'atkorlarimizni ijro etgan kuy va qo'shiqlari manzur bo'lib, har doim, har daqiqa, har fursat bo'lib, har bir xonadonga to'ylarda yaxshi kunlarga kelishini biz chin ko'nglimizdan tilab qoladik. Yana bir bor
Tam boş karınlara tutar. Bir şişem Napolyon kere gülen o ben kaç ayakta duram yok. Bana bırak bana. Götürme yaramaz. Çekine yaratacağım. Çekine vuruyor. Dostlar büredir beni can cahan görmedi. Ağrısı gül kamedi serviran görmedi. Hırkatında dışarı bulan görmedi. Vakçı aşıkla anlatan görmedi. Söz işiyle vesile bir ham görmedi. Her kıyama kanlı canla odalarını sarar. İşte canımızı lekşürden sarar. Kavga etmeselim diye derman kaçıydım kar. İşveler zayıfı andattı canımlar. Ver zayıfı yağmurman görmedim. Kadaman al kadaman. Kazanacak kazanlı. Kadaman al biber. Al kazanı açmış. Aa kadaman. Botturt. hep dava kaybettiniz. Neleri böyle? Ay rahmet rahmet. Bahtiyar, bu olsun soylar. Ne zaman soldurmuş ya? Ayıp et. Cezam mı ya? Bana bir cezam mı ya? Vermek ne ya? Yok ha? Hey!
çalıyor. Uzağa düz. Salam yaxshi yapar. Kim attı? Büyük Barat Bey. Abi. Bir gelelim. Desem mi? Odilbek, chetroqqa chiqib kelsin dedi-ku. Yakashadan gapda bor edi. Bahtiyar, oynab olmasın Bahtiyar. Oynab olmasın. Bahtiyar'ın kaynatası. Sürekli kaynatası. Hem sürekli kaynatası hem Bahtiyar'ın kaynatası. Gelen ne oluyor? Bir her neyse gelen bunun elinde. Saçların kalavlası Yedmey kalmaz ateş Kardeşler ağlası Üsteyi bilgin afet Ömür belası Sonra bana kendi Feydazi bulmalı Sonra bana gelmeye Konuşamaz bir mayı bana bana bir şey çevir Köyün düğüne sayılır ama
Sen bana yüzük yapma bulursan, beni de yanıp bulursan, beni de yanıp bulursan, gözünde kıyıp gözümde cenab, asıl kıyıp gözümde cenab, asıl yer koşanıyım yanırsan. Çekin başıma, bana çekin başıma. Bedeni bedenine yarak olursa, canlı bedenine yarak olursa.
Allah